Tinchlik. Ushbu tushuncha barchamizni ona vatanning qadriga yetish, musaffo osmon, osoyishtaligimizni ta'minlashda o'zlarining munosib va mardonavor xizmatlarini ayamagan urush qahramonlarini e'zozlashga va yod etishga undaydi. Mamlakatimizda 9-may xotira va qadrlash kuni bayramining o'tkazilishi, shuningdek Ikkinchi jahon urushida halok bo'lganlar xotirasini abadiylashtirish, bugun ham harbiy safda turib, vatan obro'-e'tiborini yuksaltirishga, yoshlarni ma'naviy axloqiy jihatdan tarbiyalashga hissa qo'shayotgan faxriylarni e'zozlash hamda moddiy rag'batlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Sana munosabati bilan Andijon viloyatining markazi va uning hududlarida o'tkazilgan tadbirlarda ham ana shu ezgu fazilatlar o'z ifodasini topdi. 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Andijon viloyati Soliq boshqarmasida "Sizlar doim yodimizda va yonimizdasiz" faxriy hamkasblar shiori ostida ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Unda soliq tizimida uzoq yillar samarali mehnat qilib, bugungi kunda nafaqada bo'lgan soha faxriylari va ustozlar ishtirok etdilar. Qadrdon maskanda bo'lib o'tgan uchrashuv samimiy va ko'tarinki ruhda o'tdi. Tadbir avvalda mehmonlar iliq kutib olinib, ularga gullar va sharaf lentalari taqdim etildi. Uchrashuv davomida ustozlar yoshlik damlari, sohadagi faoliyat yillari va unutilmas xotiralarni esga oldilar. Eslab bir-birimizni qanaqa necha yildan beri ishlab kelgan bo'lsak, qanaqa katta o'zgarishlar bilan bugungi kunga yetganimizga xursand bo'lyapmiz. Yana bir uchrashtirdi bizni. Ko'rishmaganimizga ancha bo'lgan, lekin mana shu dasturxon atrofida necha yillik qadrdon do'stlarimizni ko'rib, umuman viloyat tizimida ishlab kelgan hamkasb bilan ko'rishdik. Shu uchrashtirganimizga xursand bo'lyapman. Bu juda katta e'tibor. Tadbirni Andijon viloyati Soliq boshqarmasi boshlig'i ochib berdi. U o'z so'zida faxriy ustozlarning soliq tizimi rivojiga qo'shgan munosib hissasi, ularning hayotiy tajribasi va o'gitlari bugungi kunda ham soha taraqqiyotiga xizmat qilayotganini alohida ta'kidladi. Bugungi tadbir menda juda katta taassurot qoldirdi. Mana shu soliq tizimida juda ko'plab yillar xizmat qilgan hamkasblar uchrashdi. Ularni ko'rib havas qildim. Biz ham ularning yoshiga yetib yurish nasib qilsin. Mana shunday ezgu an'anani biz yoshlar davom ettiramiz. Tadbir so'ngida faxriy ustozlarga esdalik sovg'alari topshirilib, barcha ishtirokchilar bilan xotira suratlari olindi. Mazkur uchrashuv faxriy ustozlarga bo'lgan yuksak ehtirom va e'tibor, ularning ko'p yillik mehnati hamda soha rivojiga qo'shgan munosib hissasini e'tirof etishga bag'ishlangani bilan ahamiyatli bo'ldi.